Assalomu alaykum do'stlar, yangi yilingizga muborak bo'lsin. Bugun 2021 yili 1-oyning 1-kuni, hozir tushdan keyin soat 3lar bo'lib qopti. Biz tomoq yeb, tushdan keyin sirtqamda chagulgil chiqqan. Texi hamma ochiqmikin deb o'ylasak, amaliyotda hamma ochiqmikin. Hamma taqaqmikin desak. Hamma taqaqmikin desak, amaliyot ochiq kelar. Shunga mush fursatni ching tutib yangi yilning 1-kunida biz sizlar uchun bir yaxshi videodan birini ishlab tayyorladik. Bugun nima ish qilamiz degan chaqda mush ko'ch-ko'ylan ancha-muncha aylangash, albatta azroq ingliz sugunda g'ashimiz bor. Nima qayerdan boshlasa bo'lar? Qahva ichganki qahvadan boshlamoqdik. Bo'ldi, qahvadan boshlaylik. Qahva hozir Starbucks oldik. Uning qishida bir qahvaxona bor ekan, taqaqqa afsus. Lekin ismidan so'raydigan bir savol bor sendan. Bu xat Frans xatga deb tushundim men. Men bunu o'qiganda, sizlar ko'rsatay. Men buni burun Pratt & Manger deb o'qiydim-chi. Tuzlaman deyman sizlar. Ammo bu fransuz tilida bir ma'nosi bor, bir fransuz til jihatga. Yozib ko'rsatgan Pratt & Mangerning to'liq tushuntirishi bilan qanday o'qiydigini bir deb aytgan bo'lsam. Albatta, yaxshi savol so'radim. Men Fransiyaga, Angliyaga kelgandan yoqi shuni his qildim. Men London bo'lsin, boshqa shaharlar bo'lsin, hatto aeroplan stansiyasidami mushu marka intayin bu yerda populyar ekan, hammadan bek yaxshi ko'rgan, hammadan beri olgan qahva uchun, tatliq turumlar uchun. Bu marka Fransiyadami bor. Men boshda ismi fransuzcha yozilgan bo'lgan ekan, men Fransiyaning shirkati o'xshaysam, amaliyotda Angliyaning bir shirkatiga shunaqa. Nima fransuzlarning Angliyaning shirkatiga shu. Nima fransuz ism qo'yib qo'yganini bilmadik. Buni to'g'ri talaffuz qilinishi bo'lsa, pret à manger. Pret à manger degan manger deganimiz Prêt à manger. Exactly. Prêt à manger. Repeat after me. Prêt à manger. Prêt. 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 À Abad. manger. Prêt. Bir mazga saçladın. Kesinlikle. Manger deganimiz yeyish degan gap, yemaklik degan à manger bo'lsa, yeydigan yemaklik degan ma'noda, shu prêt à manger birlikda yeyishga tayyor yeydigan Tayyor tomoq. Tillagan gap kelganmisan? tayyor tomoq degan gap bo'ldi ya. Tayyor tomoq. Andan keyin bu talaffuzi va ma'nosi bo'lsa, andan keyin yana bir men boyi mush gapni qilsam, Imron uqmay ekan to'g'ri, yana bir nimani bu yerda bir uchur berib qo'yay. Agar sizlar Angliyada bo'lsanglar, mushu Prêt à Mangerning aptitalni telefoningizga tushasanglar, oyligi 10 poundmi, 20 poundmi ashta bir subscription oyda topshirsizlar. Uni birinchi oy haqsiz, ikkinchi oydan boshlab ashunchalik pul topshirsizlar. Ammo kirib bir kunda qanchalik qahva ichsangiz bo'ldi, kichkina shamsiz, cho'ng shamsiz, cappuccino, latte, whatever, qanday ichsangiz bo'ldi. Faqat oraliqda 20-30 minut oraliq saqlab ichsangiz bo'ldi. Shunga işte 10 poundmi, 20 pound esimda yo'q, o'ylabmi qo'ymoqman, esimdan chiqib ketibdi. Chiqib shunda olsan bir azan bir kunda qanchalik qahva ichsangiz bo'ldi. Agar Angliyada yassangiz, telefoningizga shuni tushirib, shuni ishlating. Sen shunday qil. Bugun taqdim, taqoq kelgan hozir. Bugun taqoq kelgan. Bugun Starbucks o'shgan to'g'ri, Starbucks bordik. Biz qahva bo'ldik, endi uyga olib ketadiganға boshqa narsa olmoqchi. Şu bir narsa, bir do'stingizlar bir kirib bir narsa olmoqchi bo'lsangiz, iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, qanday so'z jumlalarni ishlatamiz, shuni birlikda o'rganaylik. So, okay, let's go back to Starbucks. What would you like to have? What would you like? I would like to buy a coffee pot. Okay. That we can make at home. I would like, what would you like deb so'radim men. Sen nima xohlaysan, nima og'ing bor desam, I would like deb night to'liq nimasini qilib berdi. Amlat eg'iz tilida qanday I like. I'd like to. Eg'iz tilida bekrak I like and dislagmaydi. To'g'ri aniq nimasini nim qilish uchun I would like deb to'g'ri deb berdi ham. Demak, oshxona kiramsiz, restoran kiram, nimaga kirsangiz, mana olaychi, mana og'im bor demoqchi bo'lsangiz, savol nim bo'ldi? What would you like to have? What would you like? Javobi ekranga xat qilib chiqarib qo'yamiz. I'd like, I would like. Ishqilsin qaysini ishlatsangiz bo'ldi. Would you like to have anything to drink? Yeah, definitely. It's my treat. What would you like? Okay. Would you like to have anything to drink? Bir narsa ishqing bormi? Desam nima dedi? It's my treat dedi. It's my treat deganimiz bo'ldi, chataq yo'q, men mehmon qilay dedi. Men mehmon qilay demoqchi bo'lsangiz birisini nima deymiz? It's my treat. It's my treat. Yoki bo'lmasa I'll get them. I'll get it. I will get it. Or I'll get it. Yeah, it's on me. It's on me. As Adilan dedi. It's on me. Yeah. Or it's my turn. Man keldi. Mening bo'lsin. Men bo'lay bu qetib. Men to'laydigan bo'lsa, it's on me. My turn. To'rt xil ifodalash shakli bo'ldi.
Okay, let's go get some. Abla biz Starbucks kırsak. Starbucks'ta biz izleyen capsule sold out. Yani tugapti ha. Tugab. Şuna biz hazır Tesco degan bir yer kirdik. Tugan gap nima deysan? Agar bir narsa izlamoqchi bo'lsangiz, izlayotgan narsangiz mayli bilet bo'lsin, mayli izlayotgan narsangiz setilib bo'lgan bo'lsa, tutgan bo'lsin deymiz. Sold out. So it was sold out. So that's why we are here. We are in Tesco now. And did you find it? Yep, I'll show you right now. Bizim şey izlemek çok atıyor ya. Ya bir pon düşürüp de eski koysak bizim oraya. Anything else? That's everything. Okay. All right, thanks for the purchase. Oh, no problem. No problem, Appreciate bro. Okay. Unda bo'lsa, biz rahmat deyishni bir qancha shakllarni o'rganaylik. Thanks today. Appreciate it today. Thanks ever so much. Agar rasmiyroq so'rovlar bo'lib qolsa. And then what else? Bo'ldi shu. Okay. Agar bu sanksiyon chalman dedim, no problem dedim ha. No problem desak bo'ldi. You're welcome. You're welcome. My pleasure. My pleasure. It's nothing. It's nothing. No worries. No worries. No worries. Okay. Bir qayta aytaylik ha. Bu yoqda edi. Biz rahmatni arqa shakllarni aytaylik. Thank you. Thanks for the purchase, bro. Appreciate it. Thanks for the purchase. Appreciate it. Thank you ever so much. All right. Thanks ever so much. Akisi aytaylik. Andan keyin uning javobi nima bo'ldi? No problem. My pleasure. You're welcome. It's nothing, right? That's it.